Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Baskin 2 biz hozir mana ko'rib turganingizdek Bedwars o'ynayapmiz. Anchadan beri video chiqarmayapman, to'g'ri, uzr so'rayman. Naqd 5 oy bo'lib ketibdi video chiqarmaganimga. Mana hozir salomlashib qo'y, Mr. Kaiza. Assalomu alaykum bolalar. Qanaysizlar? Zo'rmisizlar? Biz bugun Bedwars video chiqaramiz. Kanalimizga avvalambor like bosib qo'yinglar. Qani videoni boshladik. Hozir qo'yaylik, nasiblar tayyor. Davay. Men blokdan olay. Chik. Mana narsani olib ketish shart ekan. Menimcha mana shunday qilsak jannatda qo'yma kalingga. Yonib ketdi bechara. Bola faqat uchib ketyapti, bola faqat o'lamiz. Men beringga harakat qilaman. O'zim hujum qilib tushaman. Kalingga baka. Sur. Silkima. Silkima. Urushgan ma'qul deb o'ylayman. Aka, qal, qo'yma. Aka, kalingga voy, pulingni suvingga seni. Bichar. Yo'qol. Olish qilmadim, baby. Bam. Lekin yordamlashib yording. Men sindirishga ketdim men. Kirib ketdi ichiga. Chiq. Beding sindirmi? Bed yo'q burada. Mana beding. Bed sindiramiz. Okey, sindirdim bedingni. Endi urush qoldi. Let's go, men ham boshim kerak. Beding sindiryapsan. Sul. O'lasan. Bedim sindirdingmi? Voy bil. Mana uni nima sindirding? Narsalar tushib ketibdi hammasi. Voy, kallangga golden apple'im qani? Surib ketdingmi? Golden apple'larim bor edi meni. Yo'q. Aka. Kallangga sindirib bo'lgansan, kallangga yo'qmi? O'zim ko'rdim-ku sindirib bo'lding. Endi urush qoldi. Go, let's go, davay, urushamiz. Sur. Bomba. Qoch. Yo'q. Sur. Voy, qoch. O'zing naybi qolib ketdik. Qo'yib o'ldiramiz. Yo'qol. Davay. Yetamiz hozir biz. Mana shu bolani yetamiz. Buni hayotdagi ismi anavi. Aytdim-ku, beding sinib bo'lgandi. Bedim sinib bo'lgandi. O'zim bedim, ha? Yo'q, men portlatdim-ku. Bo'ldi-da shu. Endi bedimiz cheksiz emas endi bizda. Kallang. Buning bilan po'q ham qila olmaysan, o'zing azoblaysan xolos. G'alaybas o'zing urib qo'yding. Shuni ichiga kiraman, qafasingning ichiga. O'zing o'ldiryapsan-ku, kalla. Davay, qilichini. Vacha. Shu qiyin deb o'ylaysan menga sindirish. O'zing urib qo'yding-ku, to'boy. To'xta, jon to'lvasin. Kallangga. Qolib qoldim. To'xta, sen nima dardkilikmisan?
tushib ketding. Mana. Mana katta. O'tib ketdi. O'zi bitta o'q bilan yuribman-a. Mana katta. Uchish ketyapsa. Yalla, o'zing o'zingga tayyorsan. Kelingga nima qilyapsan, miyang. Miyali to'pay o'zini o'zi o'ldiryapti. Menimcha kamon bilan o'ldiraman. Vaqt kerak, qochmasdan bir cho'zilib ketadi vaqtga. Kelingga. Vaqt kerak. Menina mentirosa. Só fica com playboy. Olha que cara de pau. Menina mentirosa. Olha que cara de pau. Menina mentirosa. Tegdimi shu? Yutdim. Do'stlar, bu videoda men yutdim. Ana shu. Yonimga kel. Chiqib ketdingmi? Kalla. Go'tlar ustidan bedini o'rash uchun. Nimadir qilib o'zcha endi yana. Bedini sindiryaptilar, sinib bo'lgan bitta. Qara endi. Qutqazding-ku. Ayt, obunachilarga. Qochdi. Kallangi hozir yana o'ldirib taqaman bu. This bu. Mana men kalla orqaga qara. Ke. Ayt. Qildim de. Narsalaring u yoqda. Bilib qo'ysin. O'liging kim yo'qmi, mayli shart emas. Kallangi kar. Bir zarbada o'ldiraman shunda. Bu. Mana tan olyapti. Bo'lding-a sen? Rip. Xullas, chiqay. Xayrlashib olaylik obunachilar bilan. Vaqtim kam. Ayt, gapir. Xo'sh, yurib Yo, what's up? Zerikmadilarmi? Mana bugungi bedvarsimizda men yutdim. Sen ham o'zing aytib qo'y, tan ol. Men qizdim de. Obunachilar, men utaman deb o'yladim, lekin qizib qo'ydim-ku. Hammaga videoda utaman yutishimga albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, o'shanda keyin bunga motivatsiya beradi va o'shanda yutish mumkin. Agar ikkinchi qismni chiqarish uchun mayli 50 ta emas, mayli 10 ta like beringlar bo'ldi. Video ikkinchi qismini chiqaramiz videosining. Odamlar qo'shilishi mumkin yana. Hammaga to'xtanglar, skinimdan ko'rsatib qo'y. Skinlarimizga undan nechigacha, undan 10 gacha baho beringlar, xohlaganlar ko'proq qilaversin. Xo'sh, hammaga xayr. Videomiz tugadi. Bu Minecraftning versiyasi kerak bo'lsa, sizlarga buni bu Minecraft Pocket Edition albatta bu sal oddiyroq ishlaydigan uchun biz shu video chiqarish uchun shu versiyada o'ynayapmiz. Bu versiyaning versiyasi
0.14.3 versiya Pocket Edition deb yozsang chiqadi. Shu versiyada serverlar ham ishlaydi. Skin o'rnatsangiz ham bo'ladi. Hammaga xayr.